Hammaga salom. Bugun va nihoyat 2023 30-noyabr va esingizda bo'lsa 1-noyabr kuni men o'zimga o'zim challenge qilgandim va Instagramda ham buni aytib o'tganman. Ya'ni challengedan maqsad bir oy davomida men qanday avtomobilga trading orqali pul to'plashim mumkin degan savol edi. Bir oy davomida o'zimning bitimlarimni videoga olib bordim, natijalarimni ko'rsatdim va ushbu video davomida sizlar ham ushbu natijalarimni ko'rib, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin qanday mashinaga pul to'plaganimni. To'g'ri, orada bir ikkita сделкалаrimni videoga tushirishga ulgurmadim, vaqt bo'lmadi ularni ofisga kelib videoga tushirib o'tirishga. Lekin videoning oxirida terminalni statistikasini polni ochib, bir oylik natijalarimni sizlarga hammasini shaffof ko'rinishda namoyish etib beraman. Video zerikarli bo'lmasligi uchun va umuman olganda sizlarga foydali bo'lishi uchun sizlarga har bitta natijalarimni ko'rsatgan kunim qo'shimchasiga o'zimni professional maslahatlarimni va tavsiyalarimni berib o'tganman. Video davomida sizlar qimmatli maslahatlarni olasizlar. Videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizlarning izohinglarni qoldirishinglar mumkin. Demak, bugun 7-noyabr. Esingizda bo'lsa, 1-noyabrda men ikkita сделка ochib Instagramda sizlarga namoyish etganman. Va hozirgi paytda men yana bir сделка ochganman, tillada сделка ochib qo'yganman. Uni ham ko'rsataman sizlarga va USD CAD ochgan сделкам sal daromaddan so'ng orqaga qaytgani uchun men o'sha сделкani yopaman bugun. Va umuman olganda ushbu daromadni ko'rganimizdan so'ng videomizni davom ettiramiz va ushbu proyekt davomida men sizlarga turli xil maslahatlar, ya'ni o'zimning 15 yillik tajribamdan kelib chiqib, sizlarga qanday maslahatlar kerakligini o'zim ichimda xulosa qabul qilib, sizlarga o'sha maslahatlarimni berib o'taman. Va umuman olganda har bitta shu kabi videoyimda sizlarga qo'shimcha turli o'zimning fikrlarimni, ko'rsatmalarimni, maslahatlarimni berib o'taman. Demak, ekranni ko'rsataman hozir. Demak, mana hozir bizda сделкаlar ochib o'tiribdi. Esingizda bo'lsa, mana hozir USD CAD birinchi ochgan сделкам esingizdami? O'sha turibdi. Narx yaxshigina pastga yurgan, yaxshigina, keyin korreksiya berdi narx. Va narx yana dальше tepaga ketsa, hozir zararga kirib ketmaydi deb сделкani yopmoqchiman bugungi сделкani. Men shuni hozir yopaman. Bundan tashqari menda yana boshqa сделкаlar ham bor mana. USD shvetsarskiy frank bor. Buni ham esingizda bo'lsa ochganman va USD tilla bor. Ya'ni buni hozir bizubitga o'tkazib qo'yganman. Mana hozir narx menga qarshi ketib qolgan taqdirda ham men minusga ketmayman уже. Xo'p, ana shu hozircha 3 ta сделка. 3 ta сделкаdan hozir bittasini yopib yuborgan maqsadga muvofiq deb o'ylayman, chunki menga hozir bu zararga aylanib qolishni xohlamayman. Xo'p, yopishdan oldin biz birinchi navbatda taqqoslashimiz uchun depozitdagi, ya'ni terminaldagi balansni ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, mana hozir 173 ming balansimiz bor va ushbu balansni hozir eslab qolishingiz kerak. Challenge shu bir oy tugagan, ya'ni mana shu 30-chislagacha davom etadi. Tugagandan keyin biz solishtiramiz. Oxirgi balans bilan hozirgi balansni ayirib tashlasak, o'shanda orada qancha daromad ko'rganimizni aniqlaymiz. Demak, hozir mana USD CAD ni yopaman. Ketdi bitta сделка, yaxshi, pochin bor. Mana hozir 173 ming $700 bo'ldi hisobimizda. Tilla bilan shvetsarskiy frank qoldi mana сделкаlarimiz. Birinchi сделкamizni yopdik, hammasi yaxshi. Birinchi сделка muvaffaqiyatli. To'g'ri, men o'ylagandek yaxshigina biz tarafga olg'a ketmadi narx. Sal orqaga korreksiya berganda yopdik, lekin yo'qotish bo'lmadi. Eng muhimi shu men uchun hozircha. Keyingi сделкаlarimiz xudo xolasa yaxshigina daromadga chiqsin. Demak, yigitlar, endi sizlarga bir narsani aytib qo'yaman. Menga ko'pincha savol berishadi. Nima uchun siz qandaydir grafiklarni ko'rsatib, chizib bir narsalarni ko'rsatib bermaysiz? Shunaqa ko'rsating deb aytishadi. Ko'pincha menga lichkamga yozishadi, kommentariylarda yozishadi. Bilasizlarmi, banalniy bu narsa. Ya'ni neужели YouTube'ni ochib, shunda yozsanglar, texnik analiz bo'yicha yoki qaysidir boshqa yo'nalishdagi analiz bo'yicha chizmalarni o'rgatgan odamda yo'q. Hamma yo'l shu bosib yotibdi. Endi men ham shu ishni qilishim kerak. Ikkinchidan, men bilaman, что просто так qanaqadir bir narsani chizib qo'yish o'zi bilan ish bitmaydi-da. Bu bilan men просто sizlarni diqqatinglarni
tortish maqsadida shug'ullanib o'tirish niyatim yo'q mani. Boshqa ishlarim o'zimga yetarli. Tushunasizlarmi? Но men bilaman, что trading sohasida faqatgina grafiklarni tahlil qilib o'tirishdan muhimroq narsalar bor va mana hozir sizlar kuzatib o'tirgan odamlar ko'pchiligi biladi-da, grafikka qanaqa analiz qilish, nima qilish kerak, hamma narsani даже menga ham o'rgatib qo'yishinglar mumkin-da, to'g'risi. Но mana shu qilinayotgan ishlarni, ya'ni tahliliy ishlarni soprovождать qiladigan boshqa faktorlar ham bor, boshqa aspektlar bor. Ular haqida juda ham ma'lumot kamda internetda, tushunasizlar? O'shaning uchun men aynan shu, ya'ni ko'rinmas sahna orqasidagi aspektlar haqida sizlarga so'zlab berishga harakat qilaman. Faqat sizlardan shu narsa so'raladi, shu aytilgan narsalarga rioya qilishinglar kerak bo'ladi. Demak, meni hozir tajribam 15 yil va men trading sohasiga endi kirib kelayotgan paytimda qanday bo'lgan bo'lsam, hozir esimda qanaqa fikrlar bilan kirganman, qanaqa ishtiyoq bilan kirganman, ya'ni nimalar kerak bo'lgan menga, ya'ni ma'lumotlar ko'rinishida nimalarni qidirganman, hammasini bilaman va taxmin qilaman sizlarda ham xuddi shunaqa. Hamma taxminan bir xil kirib keladi tradingga. Va o'zimni eslayman, o'zim juda ham bir shoshilinch bilan kirganman, ya'ni davay trading men tushunib oldim, что bu yerda pul ishlasa bo'lar ekan. Davay pul qo'yaman, tezroq men daromad qilish kerak degan fikrda kirib kelganman-da, tushunasizlarmi? Va birinchi sizlarga beradigan shunaqa maslahatim bu: sohaga kirib kelasiz, shoshilmasdan kirib keling, iltimos. Tushunasizlarmi? Nimaga shoshilmaslik juda muhim? Sababi, qachonki siz shoshilsangiz, sizni har bitta qilayotgan ishingizni sifati shoshmasdan qilganga nisbatan juda past bo'ladi. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni siz o'zingiz uchun muayyan vaqt ajratib, ya'ni aytaylik, yarim yil yoki 1 yil muddatda ajratib, birinchi navbatda trading sohasini o'rganaman, определенный shu bilimlarga ega bo'laman, keyin o'sha bilimlarni ustida ham ishlayman, ushbu bilimlarni sinovdan o'tkazaman va o'zimni ruhan tayyorlayman deb o'zingiz uchun vaqt ajratish bilan shunchaki hech qanday vaqt ajratmasdan shunday pul qo'yaman, hozir menga короче сделка 2-3 ta сделка ochaman-da, daromad qilaman deb fikrlash orasidagi sifat darajasi juda ham katta farq qiladi-da, tushunasizlarmi? Qachonki siz tayyorgarlikka ega bo'lib turib savdo qiladigan bo'lsangiz, boshqa urovenda savdo qilasiz. Shuning uchun birinchi sizlarga maslahatim, keling, shoshmasdan keling. Birinchi navbatda prosta pul qo'yib, sraz daromad qilish haqida o'ylamang. Qaysidir joyda o'qib chiqishingiz ham mumkin yoki internetda qaysidir YouTube kanaldami yoki qaysidir saytdan o'rganasizmi, nevajno. Birinchi navbatda o'rgangan ma'lumotlaringizga qanchadir ham vaqt ajratib, ushbu ma'lumotlar ustida ishlang. Ya'ni ushbu ma'lumotlarni o'zingizga singdirib, o'zingiz ustida ishlang. Tayyorgarlik ko'ring. Va ushbu tayyorgarlik haqiqatan real bozorda savdo qilish darajasiga yetishini siz ishonsangiz, o'zingizning ichingizda ishonch hosil qilgan bo'lsangiz, o'shandan so'nggina kichkinaroq balanslar bilan ozginadan harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Srazu katta balans kimlardadir investitsiya olib, tam uydagilardan pul so'rab qo'yib savdo qilish kerak emas, shoshilib. Bozorga nisbatan, umuman olganda professional yondashuvga nisbatan real ko'z bilan qarashingiz kerak bo'ladi. Real ko'z bilan qaramasangiz, shu joyda to'xtaganingiz sizga ancha foyda hisoblanadi. Demak, keyingisi bu bozorni boricha qabul qiling. Ya'ni buni tagida nima bor? Biz bozorga kirib kelar ekanmiz, bozorga faqatgina yaxshi niyat bilan kirib kelamiz. Yaxshi orzular bilan kirib kelamiz. Qanaqadir summani qo'yamiz, o'sha summani kattalashtiramiz, ko'p daromad qilishimiz kerak degan yaxshi motivatsiya bilan kirib kelamiz. No, men aytmoqchi emasman, motivatsiya bilan kirmang, orzu qilmang, yaxshi niyat kerak emas demoqchi emasman. Prosta bilasizlarmi? Sal-pal bozorni real qabul qilishimiz kerak. Ya'ni bozorda faqatgina yorug' tarafi emas, balki zararga kirishimiz mumkin bo'lgan qiyinchilik taraflari bor. Va umuman olganda, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, yaxshi niyat qiling, yaxshi orzular qiling, lekin yoqimsiz holatlarga
doimo tayyor turing. Mana shu narsani har doim eslab turing. Risk management tizimingiz bo'lishi kerak va ana shu risk management tizimiga siz ruhan tayyor bo'lishingiz kerak, tushunyapsizlarmi? Ya'ni siz risk managementingizni tizimi shunaqa bir kichkina risklar bilan bo'lishi ham mumkin, lekin siz ana shu risk managementni kichkina riskiga ham ruhan tayyor bo'lmasligingiz mumkin. Lekin agar siz ruhan tayyor bo'lmasangiz, risk managementingiz umuman foydasi bo'lmaydi. Prosta quruq sifra bo'lib turadi, bo'ldi. Agar siz risk managementga nisbatan ruhan o'zingizni tayyorlasangiz, kelajakda mana shunaqa holat, ya'ni minusga kirib ketganimda men o'zimni xotirjam saqlayman va sekin-asta bozorni yana tahlil qilgan holda o'sha sekin-astalik bilan, shoshmasdan sekin-astalik bilan zararlarni qoplashga harakat qilaman deb mana shunaqa nastroy bilan davom ettirsangiz, bu уже umuman boshqa уровеньdagi savdo hisoblanadi. Endi keyingi aytishim kerak bo'lgan narsa bu ham bir shu bozorning yomon tarafi bilan bog'liq, ya'ni biz uchun negativniy tarafi bilan bog'liq. Bu o'zingizni emotsional richagingizni bozorni qo'liga tutqizmang. Har doim richagingiz o'zingizni qo'lingizda tursin degan ko'rsatma, maslahat. Masalan, bizani to'g'risini tan olishimiz kerak, pulga bog'liqlik joyimiz bor. Umuman pulga bog'liqlik joyimiz yo'q desak, sal aldagan bo'lamiz-da, определенный interesimiz bor. Masalan, kimdir ishlayotgan bo'lsa, o'sha rahbar unga oylik to'layotgandan so'ng o'sha oylik bilan o'zini o'sha qo'l ostidagi xodimlarini manipulyatsiya qilishi mumkin-da. Masalan, ishga kechga qolsang, seni oyligingdan kesamiz yoki qanaqadir kamchiliklar bo'lsa oyligingdan kesamiz va hokazo. Umuman olganda shu odamni pul bilan kontrol qilish. Ne только ishxonalarda, вообще ko'p joylarda ko'rishimiz mumkin. Odamning emotsiyasi o'sha moliyaviy holatga bog'liqligini ko'ramiz. Va qachonki biz o'sha bog'liqligimiz yuqori darajada bo'lsa, bizni kontrol qilish juda ham oson bo'ladi. Agar bizni moliyaviy bog'liqligimiz, ya'ni pulga bog'liqligimiz kam bo'lsa, past bo'lsa, bizni kontrol qilish juda qiyin bo'ladi. Tushunasizlarmi? Va bozor ham treyderlarni manipulyatsiya qilishining eng kuchli shu ta'sir nuqtasi bu treyderning moliyaga qattiq bog'liqligi. Tushunasizlarmi? Qachon, mana nima demoqchiligimni tushuntiraman. Qachon real shotda savdo qilganingizda, katta сделка ochganingizda siz qanaqa o'zingizni his qilgansiz? Ya'ni ochgan bitimingiz agar buy ochgan bo'lsa, sellga ketishni boshlasa, sizga qarshi ketishni boshlasa, o'zingizni qanaqa his qilgansiz? Asabiylashishni boshlaysiz. Siz o'sha ko'rib turgan zararingiz kattalashayotganini ko'rganingiz sari jahlingiz chiqadi, nima qilishni bilmaysiz va miyangizdan juda ko'p xayollar o'tadi, lekin hech narsa qila olmaysiz. Asabiy holatda bo'lasiz. Va siz tarafga yursa, xursand bo'lib ketasiz. "Voh, mana oxir-oqibat quyosh biz tarafga chiqdi" degan ko'rinishda bir o'zingizga sig'maysiz, yaxshi xursand bo'lasiz. So'ng yana sizga qarshi yursa, yana yomon bo'lib qolasiz, to'g'rimi? Bu nimadan dalolat? Bu bozor sizni emotsiyangiz bilan kontrol qilyapti degani. Tushunasizlarmi? Mana shu richakni siz bozorni qo'liga tutqizib qo'ygansiz va u sizni kontrol qilyapti. Qachon mana shu kontrolni o'z qo'limda saqlayman? Qanaqasiga bozor meni kontrol qilish kerak? Men o'zim kontrol qilishim kerak degan fikr agar sizda bo'lsa, siz nima qilasiz? O'sha ochayotgan сделкалаringizni ochishdan oldin fikrlaysiz. Ochganimdan so'ng zarari kirsa, men o'zimni yomon his qilmaymanmi deysiz. Va agar yomon his qiladigan bo'lsangiz, siz kichkinaroq сделка ochish haqida o'ylaysiz. Kichkinaroq сделка ochsangiz, masalan, 1 lot emasda, 1 lotni 10dan 1 qismini, ya'ni 0.10 lot ochadigan bo'lsangiz, unaqa holatda sizga bozor qarshi ketsa, 1 lotga qarshi ketgandek asabiylashmaysiz. Bu degani sizni bozorga nisbatan moliyaviy bog'liqligingiz ancha pastroq darajada va sizni qo'lingizda sizni emotsional richagingiz. Bozor уже sizni kontrol qilmayapti. Narx pastga ketib qo'ygan taqdirda ham, siz tarafga yurgan taqdirda ham siz o'zingizni emotsional namoyish etmaysiz bozorga nisbatan, tushunasizlarmi? Va mana shu aynan eng treyderlar uchun даже risk managementdan ham muhimroq narsa. То есть risk management, agar mana bu narsani qo'lga olmasangiz, risk management unaqa foydasi yo'q, tushunasizlarmi?
Shuning uchun emotsional kontrol qiladigan rechagingizni bozorni qo'liga tutqizmang hech qachon. Endi keyingisi bu banalniy narsa bo'lishi mumkin, lekin baribir aytib o'tishim kerak. Bu savdo tizimi bo'lishi kerak. Agar savdo tizimingiz bo'lmasa, siz bozorga kirar ekansiz, faqatgina omadingizga tayanishingiz mumkin-da. Men sizni omadsizsiz demoqchi emasman, mayli omadingiz kelsin. Bozor shunaqa tuzilganki, u yerda faqatgina omadni o'zi bilan hamma narsa bitmaydi-da. U yerga muayyan algoritm savdo tizimi bo'lishi kerak. Muayyan risk management va psixologik tayyorgarlik bo'lishi kerak. Va umuman olganda mana shu hammasini olgan taqdiringizda ham ushbu hammasi bir ko'nikma ko'rinishida insonda shakllangan bo'lishi shart. To есть, men aytmoqchi emasman, просто bilimingiz bo'lishi kerak, savdo tizimingiz va bo'ldi ishlasangiz bo'ladi. Yo'q. Agar sizda bilimingiz bo'lsa, lekin tajribangiz bo'lmasa, qiyin bo'ladi bunda ham. Albatta o'sha hamma olgan bilimlaringizni, shu informatsiyangizni hammasini albatta bozorga aytaylik, kichkinaroq summa bilan ishlab yoki demo счет bilan ishlaysizmi, неважно-da. Birinchi navbatda sinovdan o'tkazishingiz kerak, hammasini optimal darajaga yetkazishingiz kerak. So'nggina, ya'ni 5-6 oylardan keyin yoki ana bo'lmasam 1 yildan keyin o'zingizga ishonch hosil qilganingizdan so'nggina bozorga kirib, qandaydir jiddiyroq summalar bilan, kichkina ob'yomlar bilan ishlashni boshlasangiz, maqsadga muvofiq. Bu narsa ko'pchilik uchun yoqimsiz. Men kirib kelar ekanman, endi menga 5-6 oy o'zim ustida ishlashim kerak ekan, nima keragi bor menga deyishinglar mumkin-da, kimdir hali soha bilan tanishmas bo'lsa. Lekin bu narsani fakt ko'rinishida qabul qilish kerak. Обязательно tayyorgarlik bo'lishi shart. Agar tayyorgarligingiz kamida 5-6 oylik bo'lmasa, juda qiyin bo'ladi. Bozorga nisbatan kazinoga qaragandek holat bo'lib qoladi-da. Shuning uchun maslahatim, vaqt ajratinglar. Men o'zimni kirib kelgan paytlarimni eslayman, mana hozir ham shu menga ham qiyin bo'lgan, hech kim o'rgatmagan, lekin mana shu holatlarni hozir eslayapman. O'sha paytda bilganimda edi, ko'p asabiy holatlarga tushmagan bo'lardim. Ko'p mablag' yo'qotmagan bo'lardim. Endi super katta summa yo'qotmaganman. O'sha paytda men uchun katta summa bo'lgan. Shu hozirgi o'lchov bilan kichkina pullar bo'lgan bo'lsa ham, o'sha paytda men uchun shu katta summalar bo'lgan, hisoblangan. Qaysidir tarafdan afsuslanishim ham mumkin, lekin qaysidir tarafdan afsuslanmayman. O'sha narsalar men uchun juda ham katta dars bo'lgan. Yo'qotgan bo'lsam ham, men o'sha qimmatli darslarni o'zlashtirganman va hozirgi paytda, hozirgi mening shu darajamda yaxshilik keltiryapti. O'sha paytdagi darslar, qimmat darslarim, bozor tarafdan berilgan darslarim men uchun juda ham bir yaxshi bo'lib chiqqan. Meni o'rtoqlarim o'sha paytda hazillashardi, endi nima qilyapsan, qanaqadir bozor kazino qilib o'tiribsanmi, pulingni yo'qotasan, nima qilasan, bu mag'rur ishlar bilan shug'ullanib deb sal hazillashib, mana shunaqa kulimsirab gapirishardi. To'g'risini aytaman, hozir o'sha kerak bo'lsa, shu og'aynilarim balkim havas qilsa kerak, endi menga aytishmagan, men senga havas qilaman deb, mana shunaqa holatlar bor. Balkim sizda ham hozir qilayotgan ishingizni ko'rib turgan biror bir o'rtog'ingiz hazillashib, kulimsirab qarayotgan bo'lishi mumkin. E'tibor berish kerak emas. Faqatgina maqsadni mahkam qo'yish kerak va ilgari yurish kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, yigitlar, sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha. Salom hurmatli treyderlar, sizlar uchun bugun natijamni ko'rsataman, lekin maslahatlar berib bo'lgandan so'ng ko'rsataman. Bugun sal boshqacharoq qilamiz. Demak, bugun sizlarga money management borasida va psixologiya borasida bir nechta tavsiyalar berib o'taman. Birinchi tavsiyam bu money managementga bog'liq, ko'pchilik qiladigan xatolardan biri va bu xato treyder balansida juda xunuk oqibatlarga olib keladigan xato hisoblanadi. Ya'ni riskni har doim o'zgartirish. Ya'ni bitta сделкада 1% risk qilish, ikkinchi сделкада 5%, uchinchi сделкада 2%, ya'ni har doim har xil risklar bilan ishlash. Bu xato, bu xatoni negizida aslida psixologiya yotibdi. Men tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun, treyder ishlayotgan jarayonida bitta сделкani kattaroq qilib, ya'ni
kattaroq ob'yomda ochishi, ya'ni kattaroq risk bilan ochishi, u ana shu сделкasiga ko'proq ishonayotganidan kelib chiqadi. Kichkinaroq qilib ochishi, u negadir mana shu сделкада qo'rqayotganidan kelib chiqadi-da, ikkilanayotganidan kelib chiqadi. Agar uverin bo'lsa, muayyan belgilangan riskda ishonib ochishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun bu qaysidir ma'noda insonni ikkilanishidan kelib chiqib, risklarni to katta, to kichkina ochishiga olib keladi. Men tavsiya etmayman har xil risklar bilan ishlashni. Men har doim bir xil stabil risk menejmentni qo'llashni tavsiya qilaman. Ya'ni, aytaylik, siz o'z risk menejmentingizda o'sha 1% risk har bitta сделкада amalga oshiraman deb o'zingiz uchun maqsad qo'ydingizmi, har doim 1% ichida qolish kerak, o'zgarish kerak emas. Sababini tushuntiraman, nima uchun bu yaxshi emas. Misol uchun siz bitta сделка ochdingiz va 5% risk qildingiz. Aytaylik, $500 risk qilyapsiz, misol uchun-da. Va bu yerda boya aytganimdek, psixologik siz o'sha сделкangizga haddan tashqari ko'p ishonib yordingiz va ko'proq risk qildingiz. Lekin aynan o'sha сделкangiz sizda minusga kirdi va $500 zarar ko'ryapsiz. Mana shu zararingiz keyingi ochadigan сделкangizga sizni ishonchingizni yanada pastga cho'ktirib yuboradi. Sababi siz hozir minusga kirdingiz. Keyingi сделкада shu minusingiz sizda xayolingizda turadi va yanada ko'proq minusga kirmay deb qo'rqib kichkinaroq сделка ochasiz. Aytaylik, 1% risk qilib ochasiz bu safar, qo'rqib. Lekin bu safar siz o'ylaganingizdek haqiqatan siz tarafga yurib berdi. Aytaylik, avval siz 50 punkt minus ko'rgan bo'lsangiz, lekin bu safar 150 punkt yurib berdi siz tarafga. Ya'ni 3 barobar ko'p yurib berdi. Unda olib qaraganda yaxshigina yurib beryapti, lekin aslida siz hali hamon zararda qolayotgan bo'lasiz. Sababi siz avvalgi ochgan сделкangizni ushbu сделкада qancha ko'p punkt yurishidan qat'iy nazar qoplay bilmadingiz. Nimaga qoplay bilmadingiz? Chunki avvalgi сделкада siz kattaroq risk bilan ishlagansiz. Bu galgi, ya'ni yurib bergan, to'g'ri chiqqan сделкangizda kichkina risk bilan ishlagansiz. Agar siz 5% risk, keyin 1% risk qilmasdan, ikkalasini ham bir xil aytaylik, 1% dan ishlaganingizda edi, avvalgi сделкangizda aytaylik 1% minusga kirgan bo'lsangiz, bu safar ochgan сделкangizda, ya'ni siz tarafga yurib bergan сделкangizda 3% daromad qilgan bo'lardingiz va avval yo'qotishga, ya'ni sabab bo'lgan сделкangizni qoplagan bo'lardingiz. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun har doim bir xil riskka har doim rioya qilib olib borgan yaxshi. Keyingisi bu ham shu money managementga doir bir xatolardan bittasi va ko'p treyderlarni mablag'ini yo'qotib yuborishiga sabab bo'luvchi xato, ya'ni balansingizni prям butunligicha yo'q bo'lishiga sabab bo'luvchi xato. Va ushbu xato treyder o'z aybini o'z vaqtida tan ola bilmasligidan kelib chiqadi. Ushbu xato o'rtalashtirish, ya'ni pozitsiyalarni o'rtalashtirish hisoblanadi. Усреднение deb nomlanadi ruschasiga. Ko'pincha shunaqa holat bo'ladiki, siz savdo jarayonida bitim amalga oshirdingiz va ushbu bitimni amalga oshirish uchun ko'p vaqt sarflagansiz, aytaylik, analiz qilish uchun uzoq vaqt sarfladingiz, uzoq kutdingiz ushbu bitimni va bitim amalga oshirdingiz. Lekin ushbu bitim sizga qarshi yurishni boshladi. Qachonki siz ko'p vaqt sarflab qo'ygan bo'lsangiz, ushbu bitim siz uchun qadri oshib ketadi, psixologik уровеньda aytayotgan bo'lsak. Siz ushbu bitimdan juda katta umidvor bo'lasiz va narx sizga qarshi ketishini qabul qila olmaysiz. Natijada siz stop lossingizni surib qo'yasiz-da uzoqroqqa. Men tarafga yurib berish kerak deb umidvor bo'lib o'tiraverasiz, stop lossingizni surib qo'yasiz. Va keyingi qiladigan xatoingiz, narx mana shu joydan уже qaytib ketadi. U yerda turli xil faktorlar bo'lishi mumkin. Misol uchun qanaqadir keyingi o'ringa narx kelgan bo'lishi mumkin. Точно mana shu o'rindan endi qaytadi. Mana shu o'rinni ko'rmanman. Avvallari ko'rganimda mana shu yerdan ochardim. Hozir mana shu yerdan ocha qolay, narx pastga ketsa, men уже ko'proq daromad ko'raman deb o'ylaydi odam. Va bitim amalga oshiradi, yana bitta. Ya'ni o'z vaqtida o'zini xatosini, nohaqligini tan olmayapti, lekin umidvor bo'lyapti va keyingi bitimni amalga oshiradi. Ya'ni mana bu yerda ochgan bitimi уже mana bu yerda qanchadir minusda yotibdi-da, mana bu yerda yana shu joydan narx pastga ketadi deb umid qilib, mana shu yerdan yana bitta сделка ochyapti.
o'rtalashtiryapti umumiy pozitsiyani. Mana shunaqa qilib odam o'zini o'zi aldab, xatosini tan olmasdan tobora nimaga botqoqlikka botib ketayotganini sezmay qoladi. Va narx qanchalik unga qarshi ketaversa, uning umumiy pozitsiyasini riski kattalashib ketaveradi va umuman olganda ushbu barcha ochilgan pozitsiyalarni ob'yemini kattalashib ketganini hisobiga ushbu ishtirokchi narx unga qarshi ketavergani sari butun balansidan ayrilib qolish imkoni juda ham yuqori. O'shaning uchun yigitlar usredneniyani esdan chiqaringlar. Eng yaxshi insonning pozitsiyasi bu o'z aybini o'z vaqtida tan ola bilish va pozitsiyasini yopa bilish. Mana shu eng to'g'risi. Keyingi maslahatim bu уже psixologik aspektga bog'liq. Ya'ni treyderlar ish jarayonida ko'pincha qanaqa aytsam bo'ladi? Tilt deb nomlanadi. Buni tilt holatiga tushadi. Va ushbu tilt holatiga tushishning sababi ham ketma-ket qandaydir u ochgan pozitsiyalar noto'g'ri ishlashi. Ya'ni aytaylik, 3-4 ta bitim amalga oshirdingiz, hammasi minusga ketib qoldi, misol uchun-da. Va siz juda ham umid qiluvdingiz bugun daromad qilishi, lekin afsuski bugun ham sizga minus ketdi. Va tajribali shu ruhiy tayyorgarlikka ega treyder va novichok umuman tayyorgarlikka ega emas treyder ikki xil munosabatda bo'ladi-da bunaqa holatga. Tajribali treyder, yaxshi, tushunarli, meni kunim emas ekan, bugun men o'ylagan shu strategiyani qonuniyatlari men o'ylaganimcha ishlamayapti deb qabul qiladi va ortiqcha harakatlar qilmaydi. Tajribasiz treyder esa nima uchun men ochayotgan сделкалар menga qarshi ketyapti? Balkim bozor menga qarshi ishlayotgandir. Bozor meni dushmanim ekan deydi-da. Va ya'ni xuddiki butun borliq unga qarshi yurgandek, u psixologik qanaqa aytsam bo'ladi, stress holatiga tushadi. Ya'ni ana shu yo'qotishlar uni ko'zini ko'r qilib qo'yadi, obrazni aytganda. Bozorni sog'lom aql bilan ko'rish yakunlaydi va u bilan kurashishga tushadi. Tushuntira olyapmanmi? Xuddiki inson jahli chiqqanda uni jahlini chiqargan odam bilan kurashib ketib, aytaylik, kerak emas gaplarni ham gapirib yuborishi mumkin. Xuddi shunga o'xshab bozorga ham shunaqa kerak emas reaksiyalar qilishni boshlaydi treyder. Tushunasizlarmi? Odam jahli chiqqanda bir narsalar bo'lib ketadi, keyin oxirida nima bo'ladi? Voy, men bu gapni bekor gapirdim yoki men bunaqa desam bo'lar ekan deb afsuslanishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shu narsa tradingda ham. Siz bozor bilan kurashishga kirib ketasiz, bahslashib ketasiz-da, oxir-oqibat qanchadir ham depozitingizni qismini yo'qotib qo'yganingizdan keyin, men bu yerda bunaqa narsani ko'rmay qolman deysiz. Men shuni ko'rganimda edi, men shu joyda shunaqa qilmagan bo'lardim deb qo'yasiz. Qanaqa holatda bo'lish kerak bozorni yaxshi ko'rish uchun? Tinch, xotirjam holatda bo'lish kerak. Agar siz tiltga tushsangiz, avtomatik ravishda bozor tumanga aylanadi. Siz kerakli narsalarni ko'rmaysiz. Endi shu joyda yakunlaymiz. Endi natijalarni ko'rishga o'tamiz. Hozir kamerani olib, natijalarni sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, mana bugun bizda 14-noyabr 2023-yil. Mana hozir 3 ta сделкamiz ochiq. Bizda Xudoga shukr hammasi yaxshi ketyapti. Daromaddamiz. Mana 15.400 daromad. Va esingizda bo'lsa, mana USD shvetsarskiy frank сделкamiz boshida ochilgandi USD kart bilan birga. U qoldi hozircha. Lekin keyin tilla bilan Audi USD ochilgan. Hozir men mana bu tillani yopmoqchiman. Chunki narx tepaga menga qarshi ketib qolyapti. Hozir dalish ketishdan oldin daromadda lutchi yopib yuboraman. Xo'p, endi qolgani turadi. Qolgani yaxshi ketyapti. Xudo xolasa yopamiz keyingi videoda. Xo'p, endi esingizda bo'lsa USD kart bo'yicha сделка ochgandim va uni yarmida yopgandim. So'ng mana men bu сделкani aytayapman. So'ng yana сделка ochdim. Mana сделка sell ochilgan. Lekin eng yomoni narx amatda ochilgan сделка, amatdagi stop loss shunda oldida men tarafga yurdi. Ya'ni stop lossimni olib menga qarshi ketib qoldi. Afsus, hech qisi yo'q. Bunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Agar mana shu stop lossim ishlamaganida edi, misol uchun men bu yerdan
yaxshigina 76 punktcha daromadga kirgan bo'lardim. Afsus, shunaqasi ham bo'lib turadi, hech qisi yo'q. Ana qolgan сделкаlarimiz Xudoga shukr daromadda USD shvetsarskiy frank va ya'ni Audi USD mana hozircha bizda daromadda turibdi. Mana challenge'imiz ham nihoyasiga yetdi. Bugun 30-noyabr 2023-yil. Demak, bir oy davomida savdo qildim. Videolarni ko'rdinglar, natijalarini va bugun hammasini sarhisob qilaman. Hozir shuni vaqti keldi va avtomobilga pul ishlab topa oldim bir oyda. Endi qanaqa avtomobilgaligini endi o'zingizlar bir taklif qilib ko'ringlar kommentariylarda. Unutmanglar, videoga like ham bosib qo'yinglar, yigitlar. Demak, hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. To'g'risini aytaman, 2-3 ta сделкаlarni namoyish eta olmadim, chunki juda tez bo'lib qoldi. Asosan zararga kirgan сделкаlar bo'ldi, ya'ni stop loss yaqin turadi-yu, o'shani hisobiga tez borib qoldi va videoga olib taqdim etishga ulgurmay qoldim. No, hozir men sizlarga shotni ko'rsataman va umuman olganda statistikani ham полный shaffof ravishda ochib ko'rsataman. O'sha ko'rolmay qolgan сделкаlarni ham ko'rib, o'zingizlar sarhisob qilib ko'rasizlar. Demak, hozir ekranga o'tamiz. Demak, sarhisob qilish vaqti keldi. Terminalga yuzlanamiz. Mana birinchi navbatda ko'ramiz. O'zimning hisob raqamim va ismimni ham hozir ko'rsatib qo'ya qoling. Mana Ibragimov Asfandiyor, live account. Xo'p, agar natijalarni ko'rishga tayyor bo'lsanglar, sekin-asta pastga yuzlanamiz. Demak, mana 194 ming AQSh dollari ga yetdi hisob raqam. Esingizda bo'lsa, oyning boshida 173 ming dollar edi. Demak, agar bir-biridan ayiradigan bo'lsak, 21 ming AQSh dollari bo'ldi daromadimiz. Endi orada 2-3 ta сделка ko'rsata olmaganman deb aytdim boya. Shularni shaffof ravishda sizlarga hozir namoyish etib beraman, чтобы sizlarda shunaqa xayol bo'lmasin, что hisobini to'ldirib olgan, mana shu hisobga yetkazib qo'ydi deb. Demak, istoriyaga o'tamiz va birinchi navbatda sanani to'ldirib olamiz. Birinchi sanadan 11-oy 30-sanagacha. Okey. Xo'p, endi сохранить qilamiz. Demak, mana общий bir oylik bitimlarim, mana shu hamma ko'rib turgan сделкаlar, bir oy davomida ochilgan сделкаlar. Mana bu сделка и mana bu сделка minusga kirgan, bularni sizlarga ko'rsatib olmaganman. Orada yana bor minusga, ya'ni ko'rsata olmagan сделкalarim. Mana bu сделкani ko'rsata olmadim va mana bu kichkinagina shu 4 tagina сделкani, mana shu 4 tagina сделка ko'rsatilmagan sizlarga. Qolganini ko'rsatdim, o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Mana 21 ming AQSh dollar daromaddan yopdik oyni. Endi mana bizda daromadlilik ko'rsatishi ham mavjud. Juda chiroyli o'sish bo'lgan. Menga yoqdi bu o'sish, sizlarga ham yoqyapti deb umid qilaman. Xo'p, endi bu 21 ming dollar qanaqa mashina olishga yetadi? Shuni menga kommentariyada yozib qoldirsanglar, yog'iga ko'ramiz. Aslida to'g'risini aytaman, bu prosta sizlarga motivatsiya bo'lish uchun ko'rsatdim. Maqsad qanaqadir mashina olish uchun pul yig'ish bir narsa emas. Mashina olish kerak bo'lsa, o'zim sekin hech kimga bildirmasdan mashina oldiraman yechib. Shu maqsad sizlarga ko'rsatib berish, haqiqatan trading orqali daromad qilsa bo'ladimi? Mana shu ko'rinishda oylik yaxshigina daromadga erishsa bo'ladimi? Umuman olganda tradingni asosiy kasbga aylantirsa bo'ladimi? Misol uchun, menda trading sohasi asosiy kasbim. Aytaylik, kimlardir gapirishi mumkin, kurs sotib pul qilishadi, yo u quruq gapligini ham mana shu videolar bilan, mana shu natijalar bilan isbotlab ko'rsatib beryapman sizlarga. Umuman olganda hozirgi paytda davr talabiga aylanyapti, shu realniy savdo qiladigan odamligini aytaylik namoyish qilib qo'yish kerak, chunki hozir tiqilib yotibdi, mayda-chuyda bolachalar ham chiqib olib, umuman tajribasi yo'q odamlar ham odamlarga dars berib yotishibdi, ishonmasdan. Как бы mana shu narsalarni ko'rsatish maqsadida sizlarga bu challenge-ni ko'rsatdim. Endi maslahatlarga o'tamiz, yigitlar. Mana do'stlar, bir oylik natijalarni ko'rib o'tdinglar, o'zingizlar
orada minusga kirgan holatlar ham bo'lgan, lekin to'g'risini aytsam, bundan ko'proq minus сделкалар bo'ladi deb o'yladim, lekin Xudoga shukr, bu oy juda ham bir omadli oy bo'ldi va yaxshi natijalar ko'rsatildi. Demak, an'anaga muvofiq men bugun ham sizlarga o'zimning maslahatlarimni berishda davom etaman. Demak, birinchi maslahat bugun o'zingizning xarakteringizga doir maslahat hisoblanadi. Ya'ni injiq bo'lmang degani. Ya'ni bozorga injiqligingizni ko'rsatmang degani. Buni tagida nima yotadi? Misol uchun, siz savdo jarayonida bozorni tahlil qilasiz, o'zingizning shu g'oyalaringizni ilgari surasiz va ana shu tahlillarning natijasida bitim amalga oshirasiz. Va bitim bir xil paytlari shunaqa holatlar bo'ladiki, sizga qarshi ketib qoladi. Siz yana o'zimni pravman deb o'ylaysizda, yana bitim amalga oshirasiz. Men pravman deb o'ylayapsiz. Bozor cho'ti meni stop lossimni olib qo'ydimi deysizda, yana bitim amalga oshirasiz. Yana nimagadir ham stop loss ishlaydi. Takroran bitim amalga oshirasiz, stop loss ishlayveradi. Lekin o'sha joyda siz savol berishingiz kerak-da, meni nima hozir boshqaryapti? Meni injiqligim boshqaryaptimi meni yoki men haqiqatan aql bilan ish ko'ryapmanmi? Ko'pincha holatlarda siz o'sha injiqligingiz tufayli bozordagi ko'rishingiz kerak bo'lgan narsani ko'rmaysizda va ketma-ket siz o'zingizga qarshi bitimlar amalga oshiraverasiz-da. Tushunasizlarmi? O'shaning uchun injiqlik qilmang bozorga nisbatan. Bozorni eshitishga harakat qiling, nabarot. Bozor eshitishga harakat qilsangiz, siz o'zingiz ko'rmagan, ilg'amagan joylaringizni, momentlaringizni ko'rishni boshlaysiz va balkim siz xato qilayotganingizni tushunib yetasiz. Balki o'sha сделканы teskari amalga oshirarsiz. Balkim o'sha сделканы umuman amalga oshirishdan voz kecharsiz. Faqatgina injiqlik qilmaganingizgina sizni xayolingizga shu narsalar keladi. Tushunasizlarmi? Keyingi maslahatim bu bozorni o'zingizga dushman ko'rmang. Bozor sizning dushmaningiz emas. Men sizni stop lossingiz olsin, men sizni zararga tiqilgan paytlar bo'lib qoladi, lekin o'sha paytda siz bozorga nisbatan shu qayramang o'zingizni. Bu aksincha sizga qarshi ishlaydigan omil hisoblanadi. Siz tushuning, что bozorda ham shunaqa zararli holatlar bo'lishi kerak. Bu bozorning tabiati va vaqt kelib siz shu zararni qoplaydigan daromadlarni ham qilishingizni tasavvur qiling, ichingizda o'ylang shu narsalarni. Pozitivni qarang. Tushunasizlarmi? O'shanda ancha psixologik yaxshi kayfiyatda ishlaysiz. Agar siz bozorni o'zingizga nisbatan dushman qilib o'rganib olsangiz, siz bozor bilan har doim kurashib yurasiz. Aql bilan ishlamaysizda, bozor bilan shu faqat bahslashish ketadi-da sizda. O'shaning uchun atmena qiling bozor bilan kurashish. Bozor sizning dushmaningiz emas. Keyingi maslahatim bu o'z fokusingizni jarayonga qarating, natijaga emas. Qachonki siz o'z fokusingizni qandaydir qisqa muddatli natijachilarga, zararlarga qaratsangiz yoki daromadchilarga qaratsangiz, sizda aksincha teskari paradoks ishga tushadi. Ya'ni siz natijangizni xohlaysiz, qaraysiz natijalaringiz qachon yaxshi bo'lar ekan deb o'ylaysiz, lekin avtomatik ravishda teskari bo'laveradi ishingiz. Qachonki siz aksincha jarayonga diqqat qarasangiz, siz o'sha jarayon ichida nimalar kechayotganini o'zingizning ichingizga qaratsangiz, ya'ni psixologik holatingizni analiz qilasiz, strategiyalaringizni analiz qilasiz, savdo bitimlaringizni analiz qilasiz va shundan zavq olasiz. O'shandagina avtomatik ravishda sizda natijalaringizda ham bu narsa aks etishni boshlaydi. Men o'zimni boshimda kechirib o'tganman bu narsalarni va sizga ham tavsiya qilaman bu narsani. Tushunasizlarmi? Shuning uchun jarayon muhimroq, chem qisqa muddatli qandaydir natijalar haqida o'ylash. Keyingi tushunish kerak bo'lgan narsa bu haddan tashqari ko'p narsa harakat qilib tashamanglar-da. Bilasizlarmi? Ayrim holatlarda harakat qilmaslik sizga ko'proq bir samara beradi, chem o'zingizcha kerak emas paytda harakat qilganingizdan ko'ra. Tushunasizlarmi? Bilasizlarmi, mana shunaqa holat bo'ladi, o'zingizda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Jarayonda odam har kuni daromad ko'rish xohlaydi. Har kuni nimadir ham bir qilib qo'yish kerak-da, shu zerikib ketadi-da, shu bir narsa qilmasam zerikyapman deb o'ylaydi-da. Shu kerak emas paytlarda ham bozorga kiraveradi. Kerak emas paytda ham o'tiraveradi-da, shu grafikni tomosha qilib o'tirsa bo'ldi. Baraka topkur. Bozorda shunaqa paytlar bo'ladi, buni qabul qilishingiz kerak. Umuman harakat ham bo'lmaydi unda. Siz kuni bilan o'tirasizmi, shu har minutda bu grafikka qarab o'tirasizmi, umuman bozorga buni aloqasi yo'q. Tushuning shu narsani.
ayrim holatlarda bozorda bir narsani ko'rmayapsizmi? Shu harakati yo'q yoki sizni tahlillaringiz o'xshamayaptimi? Aqllilik qilish kerak emas o'sha paytda. Shu aylantirib o'zingizga kerakli narsani chiqarishga harakat qilmang. Yo'qmi? Yo'q. O'sha paytda dam oling. Lutchi kitob oling, o'qing yoki qayergadir dam olishga chiqib keting. O'tiravermang faqat trading qilib. Tushunasizlarmi? Bu aksincha sizga minus tarafga ishlashi mumkin. Tushunasizlar? O'shaning uchun ortiqcha harakatlar ko'paytirib yormaydi. Kerak emas. Keyingi maslahatim bu javobgarlikni o'z bo'yningizga oling. 100% javobgarlikni. Tushunishinglar kerak. Trading bu insonni xarakterini sinaydigan shu bitta mexanizm. Agar sizda slabiy xarakter bo'lsa, siz bir javobgarlikni o'z bo'yningizga ololmaydigan inson bo'lsangiz, tradingda emas sizni joyingiz. Tushunasizlarmi? Har bitta qilayotgan ishda siz javobgarsiz. Stop loss ishladi, zararga kirdingizmi? Siz javobgar. Bozor javobgar emas, yoki qanaqadir yangilik javobgar emas, yoki yana nimadir ham, yoki strategiya javobgar emas bunga. Tushunasizlarmi? Faqat o'zingiz javobgarlikni bo'yningizga olishni biling. Bilasizlarmi, meni oldimga shunaqa odamlar keladi, savol berishadi. Aka, men shu trading kursini o'qib chiqsam, natijaga javob berasizmi deyshadi. Inson любой joyda, любой sohada natijaga faqatgina o'zi javobgar inson. Hech qaysi joyda shunaqa holat bo'lmaydiki, что institutdanmi professorga yoki futbolga borasizmi, trener yoki любой boshqa sportga borasizmi, trener sizga bir narsani o'rgatar ekan, trener sizni natijangizga javob bermaydi. Tradingda ham xuddi shu narsa. Agar insonning xarakteri bo'lsa, intizomi bo'lsa va tizimli ravishda nimanidir ham bajarsa, albatta natija bo'ladi. Men shu video orqali o'zimning natijalarimni sizlarga ko'rsatib berdim. Misol uchun-da, men shu natijalarimni o'zim qila olyapmanki, sizlarga kursda dars beryapman masalan. O'zim qilayotgan ishni dars beryapman. O'zim qilmasdan turib, prosta kitobni o'qib olib sizlarga dars berayotganim yo'q-da, masalan-da. Va meni qilayotgan natijam umuman sizlarga aloqasi yo'q. Umuman 1% ham. Chunki men qilgan natija sizlarga yuqib qola olmaydi. Faqatgina siz o'zingizning mehnatingiz orqali mana shu qandaydir natijaga erishishingiz mumkin. Tushunasizlarmi? Shuning uchun kimnidir natijasini o'zingizga borsangiz o'sha joyda o'qisangiz, menda ham xuddi shunaqa bo'lar ekan degan fikrda bo'lmang. Kimgadir ham o'zingizni bo'yningizga qo'ygan javobgarlikni osib qo'ymang. Tushunasizlarmi? Bu absolyutno noto'g'ri. Shuning uchun yigitlar, agar mana shu javobgarlikni o'zingiz bo'yningizga olsangiz, sizda absolyutno уровень boshqa bo'ladi. Absolyutno, avtomatik ravishda уровень o'zgaradi. Tushunasizlarmi? Hammaga rahmat. Ushbu videoga like qo'yib qo'yinglar. Qanaqadir fikringlar bo'lsa, qanaqadir maslahatinglar bo'lsa, kommentariylarda do'stlashinglar. Xursand bo'laman o'qib. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.